Ko'pchilik mijozlarimiz Trivodno vafelnitsamizni obzor qilib berishimizni so'rashibdi. Hozir ko'rsatamiz. Sizlar ham farzandlaringlarni ko'chada har xil ishonchsiz joylardan narsa olib yeyishini xohlamasanglar, uyingizda shuni tayyorlab bera olinglar. Qizib turgan tosterimizdagi toster nonimizni qo'yamiz va ustiga mahsulotlarimizni teramiz. Terib bo'lganimizdan keyin esa tosterimizni ikkinchi taraf bilan yopib qo'yamiz. Va albatta qopqog'ini yopib bir necha daqiqaga qoldiramiz. Atigi 3-4 daqiqa ichida bizning mazali sendvichimiz tayyor bo'ldi. Bu 3tasi birda vafelnitsaga buyurtma berish uchun biz bilan bog'laning.